Yaqin yo'ruqlarning oshkor gunohlarini kuchining yetishicha to'smasdan sal qarashning vaboli. Bizga Abdullah rivoyat qilib shundoq dedi. Dadam menga rivoyat qilib shundoq dedi. Bizga Sayyar rivoyat qilib shundoq dedi. Bizga Ja'far rivoyat qilib shundoq dedi. Malik ibn Dinar bizga shundoq xabar berdi. Bani Isroil o'limalaridan biri erlarni va ayollarni uyiga yig'ib, ularga nasihat qiladi. Allohning qiyomatga o'xshash azobli kunlarini ularga eslatdi. Bir kuni u ashundaq majlislardan birida o'g'lining bir ayolga ko'zining quyruqida qarayotganligini ko'rdi-da, uningga "O'zingni tutib ol, ey o'g'lim, o'zingni tutib ol, ey o'g'lim" dedi. Shuning bilan u so'z qilayotgan karvatidan yiqilib tushib, bo'yni sunib ketdi. Ayolning bo'yidan ajrab ketdi. O'g'li qo'shindagi chig'ida o'ldirildi. Ondan Alloh azza va jalla uning payg'ambariga shundoq deb vahiy qildi. Faloniga, ya'ni ashu olimga shundoq deb xabar berginki, men uning naslidan hargiz solih kishilarni chiqarmayman. Chunki sen men uchun g'azablanishda faqat o'zingni tutib ol ey o'g'lim deyish bilan bo'ldi qilding. Manba Imom Ahmadning Zuhud kitobi 526-numar.